Ikki afsona Floyd Mayweather va Manny Pacquiao revanshi bo'lishi haqida eshitdingizmi? Taktika Fighter'ga obuna bo'ling. Bu oy 20 mingta bo'lishimiz kerak. 19-sentyabr 2026-yil Las Vegas. Mayweather va Pacquiao Las Vegasdagi mashhur Sfera maydonida tarixdagi birinchi jang. Keling, 2015-yilda bo'lgan afsonaviy jangni eslab olamiz. Pulli translyatsiya orqali $600 million daromad. Unda Floyd g'alabani hakamlar qarori bilan qo'lga kiritadi. Lekin muxlislar qattiq to'xtashuv o'rniga asosan himoya o'yinini ko'rishgandan norozi bo'lishgandi. Pacquiao bu jangda yelka jarohati bilan tushganini aytardi. Floyd esa mendan zo'ri yo'q deya ta'kidlardi. Va nihoyat vaqt o'tib Floyd 49, Pacquiao esa 47 yoshda va ular axiyri barcha savollarga nuqta qo'yishmoqchi. Mayweather bu uchun hatto 9 yil davom etgan professional nafaqasidan ham qaytmoqda. Nega aynan hozir? Chunki Netflix boksga jiddiy kirishmoqda. Sfera maydoni esa dunyo ko'rmagan tomoshalarni talab qiladi. Bundan tashqari Pacquiao Mayweatherga yagona mag'lubiyatni olib kelmoqchi bo'lsa, Floyd o'zining mag'lubiyatsiz jangchi maqomini saqlab qolmoqchi. Sizning fikringizcha, muxlislar Floyddan texnika bo'yicha master-klassni kuzatishadimi yoki Pacquiao afsonaviy chap qo'l zarbasini Floyd jag'iga yetkaza oladimi? Izohlarda yozib qoldiring.